Marg'ilon ko'chani o'ta yaxshi lokatsiyasi. Masjid ro'parasidagi ko'cha ko'rib turibsiz. Yo'l yuziga ham yaqin. Manoqat magazinining oldidan kirganimizdagi 4.7 sotuvli hovlimiz sotuvga qo'yildi. Hovlimizda asosiy kirish yo'lagi mana shu joydan bo'ladi. Muhimi avtomashina bemalol sig'adigan ko'chada joylashgan. 4.7 sotuvli joyimizda kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi bor. Uyimiz hozir o'zingiz ichkaridan ham ko'rasiz. Xohlasangiz tayyor remont qilsangiz ham bo'ladi yoki buzib boshqatdan uy qurishingiz ham mumkin. Uyimizga darvozxonasidan kirganingizda eski tipda qurilgan mana shunaqangi 3 ta xonasi bor. Buni endi buzib turib boshqatdan qurish kerak. Lekin uni yonida to'liq pishig'ichda qurilgan, tagida podvallari ham mavjud bo'lgan, uy dahliz ko'rinishidagi xona uyimizni ham joylashtirib ketishgan ekan. Buni ta'mirlab yashasangiz bo'laveradi. Mana bu tomonimizda ayvonimiz va kattakon hududimiz bor. Lekin kottej tipidagi uy qursangiz, mana shu joyda kattakon hovli bo'ladi. Bu tomondan bo'lsangiz, yaxshi proyekt qo'yishingiz mumkin. Hujjatlar 100% joyida, narxi keladigan bo'lsa $39.500 barakasiga ozgina o'tib ham berishadi. Pastdagina telefon nomerini qoldirganman, bog'lanib mana shu uyni sotib olishingiz mumkin. Videoni Isfarxon hamda Marg'ilon ko'chasidan joy qidirib yurganlarga tezda jo'natib qo'ying.